Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik rassom Lekim Ibragimovning Mingta farishta va bir surat megapolotnasi Ginnes rekordlar kitobiga va Rossiya rekordlar to'plamiga kirishga da'vogarlik qilmoqda. Balandligi 8 metr, uzunligi esa 600 metr bo'lgan bu gigant asar ilk bora Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida 9-iyul kuni namoyish qilinadi. Ko'rgazma tashkilotchisi Murat Ibrahimovning ozodlikka bildirishicha, ulkan kartina yuklangan avtomashina karvoni Toshkentdan Pragaga qarab yo'lga tushgan. Murat Ibrahimovning ozodlikka bildirishicha, bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus oxirlangan mato sarflandi. Для создания картины высотой 8 метров, длину 66 метров мы потратили где-то ориентировочно около 3 тонн красок. Bu asarni birdaniga 2 rekordlar kitobiga taqdim qildik. Pragadagi namoyishni Rossiyaning rekordlar kitobi vakili kuzatadi. Ginnes vakili esa kartinaning Madriddagi namoyishiga kelishi kutilmoqda, deydi Murat Ibrahimov. Ginnes rekordlar kitobi qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston xalq rassomining loyihasi bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha noyob va rekordga munosibdir. Biz O'zbekiston xalq rassomi professor Lekim Ibragimov bilan bog'landik. Mana rasm haqida aytsa, bu kecha haqida o'xshagan, shunga o'xshagan, shu menga tasvirlab qilgan bir kecha. Mana yana O'zbekistonda shu burunga o'zim kelganimda shu eski masalan bizlar drevniy kultura borda O'zbekistonda, drevniy kultura. O'shaning uchun mana shu kultura menga qanaqa ta'sir qilib, men shu yaratim shu ming farishta birinchi bir kartina deganda. Endi men aytdim, men Moskvadagi ko'p nimani farishta emasman. Farishta odam, har odamda farishta bo'ladi. Endi bu razmer masalasini gapiraylik, endi razmerini. Vысота 8 metr, uzunligi 66. Uzunligi 66 metr, bo'yi mana bo'yi 8 metr. Bo'yi 8 metr. Hammasi 528 kvadrat metr. 528 kvadrat metr. Qancha xo'lis ketdi, qancha kraska ketdi, chelak qancha. O endi mengacha odamlar avstriya qildi-da, juda qattiq xo'sh ko'p ketdi. 1000 ta podramnik, 1000 ta xo'sh natijada o'zbekiston rassomsiz. O'zbekiston xalq rassomi professor Lekim Ibragimov edi. Demak, uning Mingta farishta va bir surat asari Ginnes kitobiga kirishi mumkin. Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha